Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan SAT imtihonida ko'pchilikni adashtiradigan ajoyib savolni har doim ishlaydigan va oson yo'lida ishlashni ko'rib chiqamiz. Xo'p, an object is launched into the air from the ground level. Ya'ni bizga jism berilgan, u yerdan havoga nisbatan otilgan. According to the quadratic model, 3.9 seconds after the object is launched, it reached its maximum height of 243.36 feet above ground level. Ya'ni modelga qaraydigan bo'lsak, kvadrat modelga 3.9 sekund o'tgandan so'ng jism o'zining maksimum nuqtasi 243.36 fitga erishgan. Endi esa biz jism ko'tarilishni boshlagandan t sekund o'tgandan so'ng uning balandligi qancha bo'lganligini topishimiz kerak bo'ladi. Savol tushunarli bo'lishi uchun biz hashtag grafikida funksiyani chizib olamiz. Avval 0,0 nuqtani belgilab olamiz, so'ng 3.9 vaqtni sekundni belgilaymiz. 3.9 da 243.36 ga erishgan. Ya'ni uning maksimum nuqtasi 243.36 ga teng bo'ladi. Biz buni chizma orqali ko'ramiz. Ya'ni chizma shu shaklda bo'ladi. Ya'ni h eng uzog'i 243.36 ga teng bo'lishi mumkin. Bundan kelib chiqadiki, kichkina yoki teng 243.36 ga. Endi bundan ko'rgan holatda biz ikkita variantni chiqarib tashlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ya'ni bizda vertex formulasida y0 eng yuqori nuqta 243.36 berilgan. Agar biz oldida plus bo'lganligi tufayli hamma variantda agar 16 ni oldida minus bo'lsa, musbat bo'lsa, minus bo'lmasa, hamma variant 243.36 dan oshib ketadi. Ya'ni eng kichik nuqtasi 243.36 ga teng bo'lib qoladi. Shunda biz ikkita variant B va D variantni chiqarib tashlaymiz. Bizda ikkita variant qoldi, A va C variantlari qoldi. Bularni to'g'riligini ko'pchilik o'quvchilar adashishadi. 0,0 nuqtani topib, uni o'rniga 0 qo'yib, fitni o'rniga ham 0 qo'ysa chiqadi deb o'ylashadi. Lekin bunda ikkovida ham bir xil variant chiqadi. Shundan keyin taxmin qilishga shoshiladi. Yo'q. Bizga berilgan vertex formulasi, ya'ni y teng a qavs ichida x minus x0 ning qavs kvadrati x0 plus y0 ga teng. Xo'p, bu formuladan ko'rinib turibdi, biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan nuqta, ya'ni x minus x0. Biz bu yerga juda ham x minus x0 ga e'tibor berishimiz kerak. Chunki ikkita variantda ham farq o'sha yerda. A da t minus 3.9, C da esa t plus 3.9. T plus 3.9 bo'lishi uchun t minus qavs ichida minus 3.9 ga teng bo'lsagina t plus 3.9 kelib chiqadi. Bu esa vaqt manfiy degani. Vaqt hech qachon manfiy bo'lmaganligi tufayli bizning to'g'ri javobimiz A javob bo'ladi. Bu kabi ko'p savollarni ishlash uchun YouTube va Telegram kanallarimizga obuna bo'ling.